Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan IELTS darslarimizning navbatdagi 94-sonda ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Sizlar bilan Iskandar Kamolidinov, xalqaro toifadagi ingliz tili o'qituvchisi. Agar tayyor bo'lsanglar, unda ketdik. First of all, let's see what we have in today's lesson agenda. So, during the following two classes, we are going to learn 6-step strategy that will definitely help us to build our answer when we are answering the question in IELTS speaking part 2. So today we are going to cover 3 steps of them, and in the following class we are going to cover the other 3. So if you are ready, let's get it started. Demak, bugungi va navbatdagi darsimizda biz sizlar bilan IELTS speaking part 2 da sizlarning javobinglarni rivojlantirishga va javobni yasashga yordam beradigan 6 qadamli strategiyani birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, bugungi darsimizda biz ushbu strategiyani 3 bosqichi bilan tanishamiz va o'sha javoblarni qanaqa shakllantirish mumkinligini strategiyalar bilan va haqiqiy misollar bilan ko'rib o'tamiz. Va navbatdagi darsimizda biz sizlar bilan kelgusi 3 stepni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, agar tayyor bo'lsanglar, unda boshladik. Demak, bizga IELTS Speaking Part 2 da ushbu cue card taqdim etildi. Ushbu berilgan cue card bilan tanishib chiqish uchun sizlarga xuddi IELTS dagidek 1 daqiqa muddat. Unda qani boshladik. Ishonamanki, ushbu cue card bilan yaxshilab batafsil tanishib oldinglar. Endi kelinglar, ushbu cue cardni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, cue cardimiz oldingi darslarimizda aytib o'tganimizdek 3 bo'limdan asosiy mavzu, bullet pointlar hamda promptslardan iborat bo'ladi. Demak, kelinglar, ushbu cue cardimizning mavzusi nimaligini birinchi navbatda ko'rib chiqamiz. Describe a teacher who has influenced you in your education. Ya'ni sizni ta'limingizda ta'sir ko'rsatgan ustozni tasvirlab bering degan mavzu ekan. Demak, biz ustozimiz haqida gapirib berishimiz kerak ekan. Bundan tashqari, you should say where you met him or her, ya'ni uni qayerda uchratgansiz, what subject he or she taught you, what was special about him, her, and explain how this teacher influenced you in your education so much. Demak, ushbu javobimiz orqali biz aytib o'tishimiz kerak ekanki, nima fandan u dars bergan, bundan tashqari qanaqa qilib sizni ta'limingizga juda ham katta hissa qo'shganligini biz aytib o'tishimiz mumkin ekan. Keyin endi ushbu savolga biz qanaqa qilib javobni rivojlantirishimiz mumkin va 6 xil bosqichdan iborat bo'lgan, juda ham ajoyib bo'lgan va sizlarga o'sha part 2 da oson va sodda qilib javob beradigan va yuqori ball olish imkoniyatini taqdim etadigan strategiya bilan tanishib o'tamiz. Demak, part 2 savoliga javob berishimizda birinchi qiladigan narsamiz the first step is introduction. Ya'ni birinchi narsa bu introduction, ya'ni kirish qismi. Kirish qismi juda ham muhim hisoblanadi. Sababi biz mavzuni tushunganimizdan keyin endi biz nima haqida gapirishimizni o'sha introduction bo'limida aytib o'tishimiz kerak bo'ladi va introduction qismi ham juda muhim hisoblanadi. Sababi qanchalik yaxshi boshlasangiz, shunchalik o'zingizni yana ham confidence qilasiz. Bundan tashqari javobingizni yana ham rivojlantirishingiz imkoniyati ko'proq bo'ladi. Shuning uchun kelinglar, biz qanaqa strategiyalardan foydalanib ushbu introductionni yana ham chiroyli qilishimiz mumkin. Shu to'g'risida gaplashib o'tamiz. Demak, birinchi strukturamiz now I'd like to talk about. Ya'ni men hozir shu narsa haqida gapirmoqchiman. Demak, agar teacher bo'lsa, now I would like to talk about my English teacher. Yokida siz hozir hayotingizda qilgan qanaqadir muhim qaror haqida gapirib turgan bo'lsangiz, now I would like to talk about a very important decision I made in my life. Yokida siz o'sha qanaqadir bitta esda qolarli event haqida gapirsangiz, now I would like to talk about a memorable event. Demak, keyin yana davom ettirib ketish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari ikkinchi strukturamiz ham bor. Demak, ikkinchi strukturamizda over the following minutes, ya'ni kelgusi daqiqalar ichida I'm going to talk about, men gapirmoqchiman va mavzuni aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni over the following minutes I'm going to talk about my English teacher. Or you can say if the topic is a little bit different and it is about a memorable journey, you can start it with this introduction. Like over the following minutes I'm going to talk about a memorable journey that I had. Demak,
xuddi shu tariqada siz o'zingizni introduction qismingizni rivojlantirishingiz mumkin bo'ladi. Keyin endi ushbu chunklar bilan qanaqa formatda hozirgi berilgan o'sha teacher to'g'risidagi mavzuga part 2 da qanaqa javob berish mumkin va qanaqa introduction qilish mumkin, ushbu misol orqali birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, over the following minutes, I'd like to talk about an English teacher who has a great impact on my education. Demak, men hozir kelgusi daqiqalar ichida meni ta'limimga juda ham katta hissasi bor ingliz tili o'qituvchisi haqida gapirmoqchiman. Demak, xuddi shu tariqada sizlar ham o'zingizlarning mavzuinglarni introductionni shakllantirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, sizlarga topshiriq bo'ladi. Xuddi shunaqa introductionni hozirgi o'rgangan chunklarimiz, ya'ni ushbu chunklar bilan yaratishingiz kerak bo'ladi va ularga mavzu sizlarga hayotingizda qilgan muhim qaror va an interesting gift. Demak, introductionni kommentariy bo'limida yozib qoldiringlar. Sizlar bilan biz birinchi bosqich bilan tanishib oldik. Endiga navbat ikkinchi bosqichga, ikkinchi bosqich bilan yana ham yaqindan tanishish uchun biz ushbu slaydimizga o'tamiz. Demak, ikkinchi bosqichimiz second step is giving a reason. Ya'ni biz u yerda nima uchun bu haqida gapirmoqchi bo'lganligimizni sababini keltirib o'tishimiz kerak bo'ladi. Va bu bizga javobimizni yana ham rangliroq, yana ham yaxshiroq qilishga yordam beradi. Ya'ni siz aytib o'tishingiz mumkin, nima uchun o'sha ustoz haqida gapirmoqchisiz, yoki nima uchun u qaror haqida gapirmoqchisiz, yoki nima uchun o'sha hadiya to'g'risida gapirmoqchiligingizni aytib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Va uni quyidagicha amalga oshirish mumkin. Ya'ni the reason why I want to talk about this is that, ya'ni bu haqida gapirishni xohlashimni sababi shundaki, ya'ni the reason why I want to talk about this teacher is that he helped me a lot. Ya'ni bu ustoz haqida gapirmoqchi bo'lganimiz sababi u menga juda ham ko'p yordam bergan. Yokida o'sha qanaqadir sovg'a yoki hadiya haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, demak ushbu strukturani o'sha hadiya bilan davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, kelinglar ushbu struktura bilan javobimiz qanaqa ko'rinishda rivojlanishi mumkin, uni birgalikda ko'rib chiqamiz. The reason why I want to talk about this teacher is that he has helped me to make a lot of important decisions since I met him in my life. Demak, bu ustoz haqida gapirishni xohlashimiz sababi shundaki, uni uchratganimdan beri menga juda ko'p muhim qarorlarni qabul qilishga yordam bergan. Demak, nima uchun bu ustoz haqida gapirishni xohlayotganini ushbu reasondan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu chunk orqali hozir sizlar o'zingizlarning javobinglarni shakllantirishingiz kerak bo'ladi va introduction qismiga ushbu qismni qo'shishingiz kerak bo'ladi. Demak, mavzu hayotingizda qilgan o'sha muhim qaror yokida hayotingizda o'sha siz olgan qiziqarli hadiya yokida sovg'a haqida o'zingizni javobingizni rivojlantirishingiz kerak bo'ladi. Demak, sizlar bilan ikkinchi bosqichimizni ham o'rganib oldik. Ya'ni birinchi bosqichimiz demak introduction, ikkinchi bosqichimiz o'sha reason berish ekan. Keling endi sizlar bilan birgalikda biz uchinchi bosqichga o'tamiz. Demak, uchinchi bosqichimiz third step is telling about past history. Demak, o'sha tarix haqida gapirib berish. Tarix haqida deganda u tarix kitobini ochib olib, 7-sinf tarixini yoki 8-sinf tarixini gapirib berish nazarda tutilmayapti. Buni albatta sizlar o'zi bilasizlar. Demak, bu yerda o'sha mavzuga aloqador qanaqadir tarix gapirib berish kerak bo'ladi. Masalan, ustoz haqida bo'ladigan bo'lsa, uni qanaqa qilib uchratib qolgansiz, qanaqa qilib birinchi darsiga borgansiz, yoki sovg'a bo'ladigan bo'lsa, sovg'a haqida gapirganingizda, bu sovg'ani siz anchadan beri kutganingizni va uni sizga kimdir hadya qilganini, yoki qaror bo'ladigan bo'lsa, bu qarorni qilish uchun qanaqadir bosqichlardan o'tganingizni to'g'risida gapirib berishingiz mumkin bo'ladi. Va bunda bizga ushbu chunklar yordamga keladi. Ya'ni o'sha bitta g'oyadan ikkinchi g'oyaga o'tganda biz oldingi darslarimizda ham takrorlagan edik, bir-birini ko'prik sifatida bog'lovchi chunklardan foydalanish kerak, ya'ni transitional phrases. Va ular bizga g'oyalar o'rtasida, g'oyalarni biz har xil orolchalar desak, demak o'sha bu yerdagi g'oya, uchinchi g'oyamiz bo'ladigan bo'lsa, ularning o'rtasida ko'prik yoki yo'lak vazifasini bajaradi va bizga o'sha g'oyadan g'oyaga o'tishni yana ham smoothlashtirib beradi. Demak, birinchisi bu back in the past, ya'ni tarixda yokida when I was a child, ya'ni yoshligimda. Demak, bu orqali siz o'sha mavzuni orqa tomonga surganingiz, ya'ni tarix haqida gapirmoqchi bo'lganingizni soddaroq qilib tushuntirishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu chunklardan foydalanib, siz quyidagicha informatsiyani yaratishingiz mumkin bo'ladi. Keling, ushbu informatsiya bilan
birgalikda batafsil tanishib chiqamiz. Back in the past, I had a great desire to learn English. So I got registered into his English course. Having participated in the first class, I understood that not only does he teach to the language, but also helps students to build up their confidence on themselves. Demak, back in the past, o'tmishda I had a great desire to learn English. Men ingliz tilini o'rganishga juda ham katta ishtiyoqim bo'lgan. So I got registered in his English course. Shuning uchun o'sha ustozimning ingliz tili kursiga yozildim. Having participated in the first class, birinchi darsda qatnashiboq, I understood that not only does he teach to the language, men uni faqatgina ingliz tiliga o'rgatish emas va balki, but also help students to build up their confidence on themselves. Ya'ni u nafaqat dars o'tarkan ingliz tilidan va balki talabalarga o'zini ustida ishonchi paydo bo'lishiga yordam berar ekan va buni shuni yetdim degan bu yerda messajni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shu tariqada demak o'zingizlarning javobinglarni shakllantirishingiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi bosqichimiz bu o'sha aytib o'tganimizdek introduction, undan keyin reason berishimiz kerak bo'ladi va oxirgisi telling the past history. Demak, ushbu 3 ta bosqich orqali sizlar javobinglarni yana ham rivojlantirishingiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi 3 ta bosqichimizni biz keyingi darsimizda birgalikda ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimizda biz sizlar bilan IELTS Speaking Part 2 da bizga juda ham asqotadigan va javob berishimizni yana ham osonlashtiradigan 6 ta bosqichli strategiyani 3 ta bosqichi bilan tanishib oldik. Bundan tashqari javoblarni qanaqa rivojlantirish mumkinligini ko'rib o'tdik. Demak, sizlarga uyga vazifa bo'ladi. O'sha ikkita mavzuda, ya'ni siz qilgan muhim qaror va siz qabul qilgan qiziqarli sovg'a yoki da hadya to'g'risida part 2 javobingizni shakllantirishingiz va bugungi o'rgangan strategiyalarimizdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Demak, keyingi darsimizda yana qolgan 3 ta strategiyani o'rganguncha xayr, salomat bo'linglar.